Sharq Turkiston masalasi dunyo kun tartibiga kirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va bosh kotib Ömer Qanat qatorliq hay'atlar Avstraliya parlament a'zolari va tashqi ishlar ministrligida ziyoratda bo'lib, Sharq Turkiston masalasini tonishtirib, Uyg'urlarning mushkul vaziyati haqida fikr almashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Seytim Turk boshchiligidagi bir hay'at Yaponiya poytaxti Tokiodagi parlament yig'in zalida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston vaziyati haqida doklad berdi. Bermalik manglagan ayolning tutqun qilinib, Xitoylar bilan o'linishga majburlanganligi o'tirg'i chiqdi. Johns Hopkins Bloomberg xalq sog'ligi maktabi va Kachin ayollar birligi Tailand sho'basi tarafidan elib berilgan tadqiqotlarga asoslanganda, Bermadan Xitoyga elib berilgan manglagan ayol va yosh qizlar Xitoylar bilan o'linishga va tug'ishga majburlangan. Tadqiqotda Bermaning Kachin va Shan o'lkalari bilan Xitoyning Yunnan o'lkasida 7400 dan ortiq ayolning majburiy to'yning qurboni bo'lganligi hamda 5000 dan ortiq ayolning o'ylantirilganligi, tug'ishga majburlanganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bir jo'grafiyalik rayonda elib berilgan bu tadqiqotlar boshqa tajribalarga asosan qurbonliklar sonining buningdan texmi ko'p ekanligini ko'rsatdi. Gollandiyada musulmonlarga hujum qilishni planlagan bir erkak shaykaning kativishiga 3 yillik qamoq jazosi berildi. Gollandiya Zotpen sot mahkamasi musulmonlarga qarshi hujum planligi sababli bir erkak guruhning boshlig'iga qamoq jazosi hukm qildi. Mahkamaning bayonotida musulmonlarga qarshi terrorlik hujum planlaganligi va qonunsiz qurol sotganligi sababli 44 yoshli kishiga 3 yillik qamoq jazosi berilganligi bildirildi. Sharq Turkistondagi zulmni butun dunyoga bildirish uchun 1 dekabr Istanbuldan Anqaraga piyoda yurish qilgan Ershidin safarini davomlashtirmoqda. 34 yoshli Uyg'ur o'g'lani Ershidin Erkin va sabdishi yo'l bo'yi Sharq Turkistondagi zulmni, shundaqla Xitoy turmalarida qiynalayotgan qarindoshlarimizga bo'lgan ohuzorni nihoyat ta'sirli anglatdi. Shuning bilan bir vaqtda Fatih televiziyasining xabar qilishicha, Malikzod Tursunning ota-onasi Ochisi atalmış tarbiyalash markazlarida tutqilanganligi va ochisining 3 bolasini yetimxonalarga olib ketganligini oshkorlab qalbimizni ezdi. Yaponiya Huawei şirketi bilan Johnson şirketining elektr mahsulotlarini cheklashni qaror qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika bu yil avgustdan boshlab davlat mudofaa tarafidan qonun chiqarib, hukumat organlarining va bo'linma hudud savdogarlarining Xitoy taraf ta'minlagan Huawei bilan Johnson shirkatining elektr mahsulotlarini ishlatishni cheklagan. Hamda ittifoqdosh davlatlarning buningga ovoz qo'shishni talab qilgan. Buningga Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya qatorliq davlatlar ovoz qo'shgan. G'arb ellarining tekshirishicha, Huawei shirkatining ariq ko'rinishi Xitoyning harbiy taraf ekanligi ma'lum bo'ldi. Huawei shirkati uzundan buyon Xitoy harbiy taraf bilan oshqushlik texnika bilan ko'p turda hamkorlashgan.